أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Başlayız hoş derslerin. Endi birinchisi ders itasi kelaydi niyat bo'yicha. Munda endi munda to'xtaga yozdim. Bizning g'ammalarimiz islom dini olimlari aytadilar, qabul bo'la ikki shart bilan. Birinchisi ixlos, ikkinchisi payg'ambarga sallallohu alayhi vasallamga yeru degan edi. Ixlosning ma'nosi mana endi Alloh rizoligi uchun izi amal qil. Alloh rizoligi uchun. Ham Alloh rizoligi uchungina yetmay, bu endi Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yerga kerak. Chunki bizning dinimiz bor, bizning shariatimiz bor. Bu bo'laydi Qur'on Alloh taolaning so'zlari. Bu bo'la hadislar Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallam so'zlari. Mana shu Qur'onga Alloh taolaning so'zlarini, ham payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamning so'zlarini to'g'ri kelsagina bizning amalimiz shu vaqtda Alloh taolo bizning amalni qabul etar ekan. Mana biz hozir ixlos turida o'tashakmiz inshaalloh. Bu turida hadis bor. Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadisi. Müminlerning amiri Abu Hafs Umar bin Xattob radhiyallohu anhu aytgan: Men Allohning elchisining bulay deganini eshitdim. Dirsikda ishlar niyat bilangina belgilanadilar. Har kishiga o'zi erishirga niyatlangan narsagina bo'lacak. Shulay deb Allohga hamoni elchisini hijrat qiluvchi Allohga hamoni elchisini hijrat qilacak. Dünya maqsadi yoki uylanirga tilagan xotin qiz uchun hijrat qilishi o'zi niyatlagan narsa uchun hijrat qilacak. Qo'ydik shu hadisga, Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadisida kela, do'stlikda ishlar niyat bilangina belgilanadilar degan. Shulay deb kim hijrat qiladi? Hijrat nima u? Hijrat bilan ko'shuv. Ya'ni Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vaqtida ko'chganlar musulmonlar Makkadan Madinaga o'zining dinini saqlar uchun endi. Yonda kimdir ko'chdi Alloh rizoligi uchun, kimdir ko'chdi ilanir uchun, kimdir ko'chdi dunyo maqsadi uchun. Shuning uchun Alloh taolo aytadi, kim Allohga ko'chdi deydi, ona ishisiga ko'chdi deydi. Alloh ona bilan rozi bo'ladi, Alloh taolo onun o'zining ajrini beracak deydi. Kim dunyo maqsadi bilan ko'chdi deydi. Ham bir xotin qizga ilanir maqsadi bilan ko'chdi deydi. Da ol ilana, da ol dunyo maqsadına erisha, no tegi dunyoda oxiratda angar ajr bo'lmayacak deydi. Mana shuning uchun bek muhim Alloh taolo rizoligi uchun niyat qilirga. Anlari ikkinchisi hadis. Ikkinchi hadis qo'g'ilishli payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamga yeru degandi. Bu bo'yicha hadis kela G'aysha onamiz silagan. Allohning elchisi sallallohu alayhi vasallam aytgan: Bizning ishimizga yangi hamma beylanishi bo'lmagan narsa kirituvchining shul ishi kiri qo'g'ilashaq degan. Ya'ni bid'at degan so'z bor shunday, dinga yangilik kirituv. Bunda Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, bizning ishimizga yangi hamma beylanishi bo'lmagan narsa kirituvchining shu ishi kiri qo'g'ilashaq. Ya'ni Alloh taolo uni kiri qayta o'zini Alloh taoloni qabul etmaydi degan so'z. Eton bir shuhar qo'g'ilishi hadis bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadisi kela. Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday deb aytgan: Fa ahsanul kalami kalamullohi va ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallohu alayhi vasallam. Ala wa iyyakum wa muhaddathatul umuri fa inna sharral umuri muhdathatuha va kullu muhdathatin bid'atun va kullu bid'atin dalalah. Eng yaxshi so'zlar Allohning so'zlari. Eng yaxshi hidayat, ya'ni to'g'ri yo'l. Muhammadning sallallohu alayhi vasallamning hidayati, ya'ni to'g'ri yo'li. Sizga yangi o'ylab chiqarilgan ishlardan saqlanarga kerak. Chunki har yangi ish bid'at, har bid'at adashu, har adashu o'tda tamomlanacak degan hadis kela. Bu hadis Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisi. Shuning uchun tag'in bir qavatlayim. Bizning g'ammalarimiz
kabul bulsun için bik muhim ihlas Allah rızalығы için bulur atiş. İkincisi, şuşu amelde Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işlegen bulur atiş. Eğer de Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şuşu amelini işlemegen bolsa, eğer de bizim amellerimiz Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine doğru kilmese, hadiste kilgençe Allah Teala şuşu bizim amelini kire kovalaşak, yani kabul etmeyecek. Ne bu ihlas diyen söz? İhlas. Ne diyen söz bu? İhlas diyen söz halasa diyen sözünden alınan. Halasa. Halasa fiilinden alınan. Yani hatta bir hazret şunda misal kitire. Mesela bol bilen. Mesela biz umartaşalar diye aytamiz endi. Olib qaytamiz kerezni. Kerez endi to'lgan bol bilan bo'la. Biz şuşu kerezden bolni ayırga kerak. Biz onu tığabız midagonka, yani centrifugaga. Onu şunda tığabız pечатный simat etamiz. Yandары şuşu centrifugada aylantiramiz. Bol asqacha, bola bilan birga onun tigi şubadacha, onda tigi pечатida şundacha birga tushalar endi. U bo'lgani şun bilan endi. Yandары biz onu sito qo'yib, şundan og'izganda sito orqali chistobol og'a. Именно bu chistobol og'u şunga chiqqan endi. İxlas tigi xolasa degan so'zidan shundan olingan endi u. Ya'ni chistobol. Именно bu ixlas degan so'z ixlas. O bir narsada qatnashtirmayshi o'zimizning niyatimizni faqat Alloh rizolashini qilamiz. Alloh rizoligi uchun. Faqat Alloh rizoligi uchun. Ammo bizning niyatimizga qatnashtirgan mumkin nidi narsalar. Mana bol turunda anlattık bitinde. Onda kerez bilen birge, bol bilen birge, onun şubede ondacha. Mında da bizning tigi ixlasqa qatnashirga mumkin bizning riya degan aybir. Riya ol tercüme etile pakazuha deyip ruscha. Yani sen izin amalini qilasın Allah rizaligi uchun tugul, kishi seni maqtasin uchun. Yeyse sen hoji ismi olar uchun. Yeyse mesela meşitni solasın, halk karşında seni derecesini ko'tarsinlar uchun. Namunday maqsad bo'lsa, u vaqtda Alloh taolo bu amallarimizni qabul etmaydi. Allah saqlasin. G'olimlar aytadilar, shu niyatni ixlosni saqlar uchun kerak, niyatni saqlarga 3 vaqtda. Birinchisi amalning oldindan kerak. Niyatni saqlarga ixlosni amal oldindan Alloh rizoligi uchun qilamiz. İkincisi o'rtasında, yani biz mesela amalni qilamiz ekan, xo'sh qilamiz. Niyatni kerak постоянно kontrolda tutar Allah rizoligi uchun. Mesela meşitni solamiz ekan, постоянно Allah rizoligi uchun. Va'z silimiz постоянно Allah rizoligi uchun. Boshında da, o'rtasında da, oxirida da. Oxirida nechik mesela? Всё, amal bitti, amal tamamlandı, xo'sh qildik. Bizning endi shu xo'shi amali bilan maqtanasi kerak kishilarga. Telefondan beramiz, men xo'sh qildim deb, ona snimat etamiz. Niyatimiz Alloh rizoligi uchun tugul, niyatimiz kishilar qo'shinda mana qarag'iz, men xo'sh qildim deb aytу uchun. Mana shu amallarni saqlanara kerak. Niyat ul, ixlos ul bizim mana bunda ishda. Biz kishini tekshira olmaymiz. Sen ixlos tugul, sen ixlos, sen riya qilasan. Yo'q, bu hadislar bizning uchun. Eng birinchi o'zimizni qaraymiz. Biz kishi uchun Alloh qarshısında javob bermaymiz. Biz o'zimiz Alloh qarshısında javob beramiz. Shuning uchun kontrolda tuturga kerak. Amalning oldinda ixlosni, amalning o'rtasida, amalning oxirida. Shulay bizning amalimiz aytgancha ikkinchi sharti bor. Mutabaqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Muhammad Peygamber sallallohu alayhi vasallamga yeru bizning amalimiz to'g'ri kelirga tegish Muhammad Peygamber sallallohu alayhi vasallam amalina.
Моның өчен без җитәкчедән сорарга тиеш. Мин дөрес гамәл кыламмы, юкмы дип инде. Мин бидгать эшләмим микәнме, юк микән дип, гыйлемне хәзрәтләрдән моны сорарга кирәк. Әгәр дә сорамыйча эшләсәң, ул вакытта син ялышырга мөмкин, ялакта шушы гамәлне син кабул итмәскә мөмкин. Бүгенгә булды. Субханакалла бихамдик, әшһәдү ан ла илаһа илля антә, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.